Mana hozir O'ktam akam mana shunday holatdalar, oyoqlarini bosishga qiynalyaptilar. 3 kundan keyin sizni o'zingiz yurib tashqariga chiqishingizni ko'ramiz nasib bo'lsa. Tog'a o'zingiz yurib keyin qani men odamlar ishongani yo'q mana shunday yurishganingizga. Keyinda bu yoqqa yurib. Sizni qo'ltiqlab olib yuryapti devdi. Mana yuryapsiz-ku, Xudoga shukr. Yo'q, ancha. Hovliga ham bemalol o'zi chiqyapsizmi? Aylanib yuribdi, 2 kun Xudoga shukr. Qarang. Ammo joy yaxshi joy, Bo'lmadi. O'ktam akam ko'rdimdek. Mana O'ktam akam chotda yuribdilar, veliklarni haydab. Qanday yurganlar vaqtida? Vaqtiga qanday boxona qilib yotuvdilar, inqillab yura olmasdan Izzat opamga erkalik qilib. Mana shirpillatib bozorliklar qilib yuribdilar. Nima deysiz kompaniyaga? Yo'q, kompaniya gap yo'q. Hammasi ishonsa bo'ladi. Men garantiya beraman kompaniyaga. Mahsulotlar zo'r, oling. Nima sog'lom bo'ling. Vatanga xizmat qilib, bularga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'ling O'ktam aka. Ko'rdilaringmi, chiqishim bejizga emas.